6-cı bab. Şunun üçün ölümge elib bardığan yamanlıqlardan yeniş, Xudağa işiniş, çömüldürüşni qobul qilish, başqalarga qol tekkizib dua qilish, tirildirish ve мәңгілік hüküm qatarlıq təlimləgə qayta asas salımız deb olturmaylı. İsa Məsih toğrısıdaki bu xil başlanğıç təlimlərdə toxtab qalmay, yetilişki qarab mağaylı. Xuda xalısa, biz şundaq qılımız. Bəzi adamlarni tovu qıldırıb, qaytıdın Xuda yoluğa başlaş mümkün emas. Çünki ular bir çağlarda Xudanın nuru bilen yorutilgan, Xudanın iltifatıdan bəxriman bolğan, müqəddəs ruhqa ortaq bolğan, Xudanın sözünün yaxşılığını ve keladigan zamanda Xuda ayan qıladigan qudretlerini his qilgan bolsunmu? Vaholanki ular Xudodan voz kechdi. Xudoning o'g'lini rad qildi. Bu Xudoning o'g'lini Kristga qayta mıxlığan, hamda uningga dog' keltirgan bilan barobardir. Pat-pat yaqqan yağmurdan terg'uvchilarga foydali ziroatlarni o'stirib bergan yer Xudodan barakat oladi. Aksicha tikan ve qamg'oq o'stirgan yer foydasizligidan Xudoning la'natiga kelib, oxiri köydirildi. Sizlarga kesem, qadrli qarindoshlar, garchi yuqorqi ishlarni tilga olgan bo'lsammi, ahvolinglarning buningda yaxshi ekanligiga va qutqizilishga elib boradigan yo'lda mengayotganinglarga haqiqiy ishinaman. Xudo adolatsiz emasdir. U hergiz sizlarning uningga sundurgan ajringlar ve itqochlarga qilib kelayotgan xizmatinglar orqali ko'rsatgan mehr muhabbatinglarni unutmaydi. Bütün umidinglarning amalga eshishi uchun har biringlarning oxirgacha shunda g'ayrat qilishinglarni orzu qilamiz. Shundaq bo'lganda qashanglardan bo'lmay, balki o'z e'tiqodi ve sevrçallığı bilen Xudoning va'dasiga erishganlarni ulgu qildiganlardan bo'lasizlar. Xudodan ustun turadigan hech kim bo'lmag'achqa, Xudo İbrahimga va'da qilganda o'z nomi bilan qasam qilib mundaq dedi: "Sana cho'qim baxt ato qilib, nurg'un avlodlarni beraman." Şunun bilen İbrahim sabr toqat bilen kütüp Xudoning va'dasiga erishdi. İnsanlar özürden üstün turadigan birini tilga elib qasam qiladi. Qasam isbot hisoblanganligi uchun har xil talash tortishlarga xotima beradi. Shuningdek, Xudo o'z va'dasiga erishadigan kishilarga o'z irodasining o'zgarmaydiganligini ochiq bildirish uchun va'da berganda qasam qildi. Xudoning bizga bergan va'dasi ve qasmi hergiz o'zgarmaydi. Chunki Xudo yolg'on so'zlamaydi. Shunga Xudodan panohlanayotgan bizlar uning va'dasi ve qasmidan ko'p ilhomga erishib, ko'z oldimizdagi umidda ishonch bilan ching tura olamiz. Bu umid hayotimizga nisbatan xuddi ching ilg'an kemi langiridek mustahkam bo'lib, u bizni arshdagi ibodatxona pardasidan o'tib, eng muqaddas joyga kirishga yetaklaydi. İsa Mesih bizga yo'l echish uchun u yerga bizdan avval kirgan bo'lib, bizlar uchun Malkisliqqa o'xshash tartibdagi мәңгүлік baş ruhani bo'ldi.